umra badali haqida so'ramoqchi edim. Umra badal qilsa bo'ladimi? Masalan, vafot etgan odamga qilsa bo'ladimi yoki kimlarga qilsa bo'ladi? Yaqinlari qilish shartmi yoki begona odamga ham masalan qilsa bo'ladimi? Umra badali shariatda bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj badaliga ruxsat berganlar. Bir kishi kelib shunaqa, otam hajni niyat qilgan edilar, lekin ulgura olmasdan vafot etib qoldilar. Ado etsam bo'ladimi deganlarda, ha, Allohning haqqi ado etilishga haqliroq deganlar. Shundan haj badal paydo bo'lgan. Ya'ni moliyaviy ibodatlarni bir kishi nomidan ikkinchi kishi bajarsa bo'laveradi. Haj esa, haj va umralar ham moliyaviy, ham jasadiy ibodat. Namoz badaniy ibodat, birovning nomidan biri o'qib qo'ya olmaydi. Faqat fidyasini beradi. Ro'za badaniy ibodat, moliyaviy ibodat emas. Shuning uchun ro'zani birovning nomidan ikkinchi odam tuta olmaydi, faqat fidyasini beradi. Ammo moliyaviy ibodat bo'lmas, zakot, sadaqai fitr va hokazo. Haj esa ikkilasini ham jamlagan ibodat. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisalom hajga ham ruxsat berganlar, haj badalida ruxsat deganlar. Mumkin deganlar. Ya'ni Allohning haqqi ado etilishga haqliroq deganlar, avlaroq deganlar. Shundan kelib chiqib, bizning Hanafiy mazhabimizda demak, haj mumkinmi, umra ham mumkin deyiladi, badal qilish. Ammo bu degani umra badaliga targ'ib qilinmagan. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Haj badal, umra badal qilaman deb joningni jabborga berib, tirishib mehnat qilaverma. Bu Payg'ambarimiz alayhisalom targ'ib qilib, "O haj badal qilsang bundoq savob bo'ladi, bundoq savob bo'ladi, umra badal qilsang falondaqa savob bo'ladi" degan gaplari yo'q. Ado etsa bo'ladimi desa, ado etsa bo'ladi. Masalan, o'zingiz hajga borib keldingiz, sizdan farz soqit bo'ldi. Nasib bo'ldi, ikkinchi marta hajga ketyapsiz. Marhamat, otangiz nomidan vafot etib ketgan dodangiz nomidan yoki momongiz nomidan borishingiz mumkin, haj badal qilib bo'laveradi. Lekin bir borganda 4 ta haj badal qilib olaman men deb u yerdagi odamlarga pul berib haj badalni qildirishga umuman tashviqot yo'q. Birinchidan haj badal qildirishligi uchun vasiyat qilgan bo'lish kerak. Vafot etayotgan odam haj menga farz bo'lgan edi, lekin mana tushmagur, mana Qizil imperiyani davrida bora olmadik, yo'l ochilmadi. Bolam qachondir mustaqil bo'lsak, vatanimiz hur bo'lsa, ozod bir vatanga aylansa, hajlarga yo'l ochilib ketsa, meni nomidan haj qilib qo'ygin bolam, meni umrim yetmaydi u paytgacha deb vasiyat qilgan bo'lsa, mana endi dorilaman davrlar keldi. Alhamdulillah, bu yil mana hajga 24 ming odam borlar deyilyapti. Shu turishda bo'lsa, inshaalloh 1-2 yilning ichida hali kim boradi, "Ho, boringlar" deb yanib yuradigan bo'lamiz. Davrlar kelsin shunaqa davrlar. Umid qilamiz Alloh taolodan. Mana kelyapti sekin-astalik bilan. Ana shunday paytda borib kelgansiz o'zingiz nomingizdan hajga. Ya'ni o'zingiz nomingizdan nafil haj qilgandan ko'ra, mayli endi otam Sovetdan davrda o'tib ketib qoldi, Qizil imperiyaning davrida haj bo'lmadi. Halbuki boy bo'lgan edilar otam. Shularning nomidan haj qilib qo'yay desangiz, yaxshi qilavering. Endi bizni hozir odamlar nima qilishyapti? Hozir umra rosa yo'l ochildi, alhamdulillah. 10 kun umraga bo'lsa yoki 15 kun bo'ladigan bo'lsa, yoshroqlar har kuni 2 tadan, 3 tadan, bo'lmasa sal mundayroq bo'lsa har kuni bittadan umra qilishyapti. Har kuni umra qilaveradi. Eng yomon umra qiladida sochni oldirmaydi. U yer bu yerga bunday tekizib qo'yadi, endi umraga qarab ketaveradi. Yana tekizib qo'yadi, umraga qarab ketaveradi. Ha, men 10 ta umra qilmoqchiman. Sochimni hammasini olib tashlasam, umra qila olmay qolaman deydi. Ko'ryapsizmi? Har bir umrasiga bittadan qo'y so'yishga to'g'ri keladi shunda. Chunki sochni oldirmayapti. Bilib qo'yinglar, sochni u yer bu yeridan kestirib qo'ygan bilan soch olingan hisoblanmaydi. Bizda umra badalchilar shunaqa qilyapti. Sochni go'yoki tagidan oldirib tashlasam, ikkinchi marta umra qila olmas ekanman degan ma'noda savodsizlik qilib, sochni chala oldiryapti-da, ikkinchi marta yana chala, uchinchi marta chala, oxiri 10-sida keyin tagidan oldirib tashlayapti. Bitta 10-si o'tadi. Qolgan 9tasi o'tmaydi. Hammasiga jinoyat 9 ta qo'y so'yishga to'g'ri kelib qoladi. Agar 9 marta umra qilgan bo'lsa. Sochni to'liq oldirib tashlash kerak. Qirdirib oldirib tashlash kerak birinchi martaning o'zida. Boring, yana umra badal qilmoqchisiz, aytaylik. Yana ustara yurgizaverasiz ramziy holatda. Bo'lsa oladi, bo'lmasa yo'q. Ko'pigini surtadi, ustaraga kirasiz, ustaga, sartaroshga. Ko'pigini surtadi, ustaran yurgizib qo'yadi. Ramziy holda yurgizaveradi. Bo'lsa oladi, bo'lmasa yo'q. Umradan tugallanadi, ihromdan chiqib ketaverasiz bemalol. Ammo sochini 4dan 1 olsa bo'ldi ekan deb o'zi sochi 2 sm. Uni 4dan 1 bo'lmaydi. 4dan 1 bo'lish uchun 4 sm bo'lish kerak sochingiz. Hamma yo'g'i. Bizlarning sochlarining orqasi kalta, oldi uzun bo'ladi. U 4 sm bo'lmaydi u. Hamma yo'g'i birdek o'sgan soch bo'lish kerak. Mana men hozir bu yerda umuman sochni ko'rmayapman masalan.
Shuning uchun borganda sochni tagidan qirdirib oldirish kerak. Ishonmanglar ba'zi birlarni, bunday kesib qo'ysang, 4 joydan kesib qo'ysang bo'ldi degan gapi u. Savodsizlarning gapi u. Umra badaliga qiziqadi xalqimiz bechora. Har kun umra badali qilaveradi, haligi jinoyatni sodir etaveradi. Keyin bo'yningda 5 ta qo'y bo'lib qopti, 5 ta qo'y so'yasan endi $220 dan 5 tasini so'yasan desangiz dod deb oladi. Undan ko'ra umra qilma. Bir marta umra qil bo'ldi tamom. Chunki umra badaliga tashviqot yo'q. Umra badal qilsang faloncha savob bo'ladi degan gap yo'q. Umraga savob gap bor. Umra qilsang falon degan gap bor. Lekin umra badal qilsang falon degan gap yo'q. Umra badaliga o'ta qiziqib berilib ketib qolmaslik kerak. Ulamolarimizning ijmo qilgan gapi shuki, ziyoratga borganlar uchun Masjidul Haramda eng yaxshi ibodat tavof. Ya'ni nafil ibodatlar eng yaxshisi tavof. Ihrom ham kiymaysiz. Shu libosingizda kirasizda Makkani, ya'ni Ka'bani 7 marta aylanasiz. Shu 7 marta aylanib tavof qilib 2 rakat namoz o'qiysiz maqom Ibrohimning ro'paralarida. Shu qilgan tavofimni savobini otamga bag'ishladim. Allohu akbar deng bo'ldi tamom. Otangiz ruhiga o'shani savob boraveradi. Eng yaxshisi tavof. Umra badal bor, yo'q emas bor, lekin unga tashviq qilinmagan. Umra badaliga o'tib berilib ketmaslik kerak, balki tavof qilaylik uni o'rniga ko'proq. Imkon darajasida tavofni ko'paytirsak, savobi ko'p bo'ladi. Har 7 martada bitta tavof tugaydi. 2 rakat namoz o'qiysiz, xohlagan odamingizga savobini bag'ishlaysiz, kuchingiz yetsa yana 7 marta aylanavering. 7 marta aylaning, 2 rakat namoz o'qing, yana kimgadir bag'ishlang. Bir kunda bir necha marta qilib olishingiz mumkin tavofni. Ammo umragachi, umra qilmoqchi bo'lsangiz, Masjidut Tan'im, ya'ni Oysha radhiyallohu anha onamizning nomlaridagi bitta masjid bor. O'sha masjidga borishingiz kerak albatta. Bormasdan turib mehmonxonadan ihrom kiysangiz durust bo'lmaydi. Albatta o'sha masjidga borasiz, ihrom kiyasiz, labbaykani aytib, umrani ado etasiz. Yana bir narsani bilishimiz kerak. Umrani kuni kecha ustozlarimiz bilan gaplashganimizda ustozlar aytdilarki, umrani o'zi eng yaxshisi ihrom o'rayotgan paytida kimnidir nomidan niyat qilmasdan umrani ado etib bo'lgandan keyin savobini bag'ishlab qo'yish yaxshi ekan. Shuni bilib olishimiz kerak. Ihrom o'rayotgan paytida otam palonni nomidan degandan ko'ra, umrani o'zingizni nomingizdan ado etib turib, nafil ibodatda u, ado etib bo'lganingizdan keyin mana shu ado etgan umrani savobini otam falonchini o'g'ri pistonchiga bag'ishladim desangiz yaxshiroq bo'lar ekan. Xuddi mana hozir nafil namoz o'qiysiz, otamning nomidan nafil namoz o'qiyapman demaysiz. Nafil namoz o'qiysizda, shu o'qigan nafil namozimning savobini otamning ruhiga bag'ishladim desangiz, nafil namoz savob boraveradi. Ammo farz, vojib, sunnat namozlarning savobini bag'ishlab bo'lmaydi. Faqat nafilni. Umra ham u ham nafil bo'ladi. Nafil umra bo'lganligi uchun savobini bag'ishladim desangiz yaxshiroq bo'lar ekan.